Hozir men sizga disk churrasini operatsiyasiz yo'qolishini yagona usulini tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, disk yorildi va uning ichidagi bir qismi nerv ilizini siqib qoldi. Tushunishingiz uchun, diskning ichida qon tomir bo'lmaydi. Shu sababli bu immun tizimi uchun begona modda. Shunda immun tizimi begona modda bilan to'qnash keladi va aktivlashadi. Uni yo'q qilish uchun askarlarni yordamga chaqiradi. Bu askarlar makrofaglar deyiladi. Bundan tashqari boshqa jarayonlar aktivlashadi, churrani yo'q qilishga harakat qiladi. Albatta, ular havoda uchmaydi. Ular qon tomir orqali harakat qiladi. Organizm churra tomon qon tomir yo'llarini qurishni boshlaydi. Askarlar dushman tomon yetib olishgandan keyin katta biologik jang boshlanadi. Katta urush orasida bechora nerv qolib ketadi. Yallig'lanish va shish holati kuchayib ketadi. Nerv og'riqqa sezuvchanligi bir necha barobar oshib ketadi. Ushbu jangda g'alaba taxminan 80% organizmingiz tomonidan bo'ladi. Hech qanday kesmasiz. Bu jarayonni siz boshqarmaysiz. Shu sababli eng yaxshi jarroh bu sizning organizmingiz. Agar immun tizimi g'alaba qozona olmasa, organizm tashqaridan yordam so'rashni boshlaydi, ya'ni bizdan, neyrojarrohlardan. Shunda biz ushbu urushga bilim, tajriba va zamonaviy texnologiyalar bilan kirib borib, uzoq 1 soat ichida dushmanni yo'q qilamiz. Shunda og'riqlaringiz yo'qoladi va hayot o'zingizga yana mazmun bag'ishlashni boshlaydi. Endi savol: qanday holat bo'lganida bir oz sabr qilib kutishingiz kerak va qanday holat bo'lganida neyrojarrohlardan yordam so'rashingiz kerak? Bu haqida keyingi videoda batafsil tushuntirib o'taman.